Oyoq kiyim hidlanishligini 3 sababi bor. 3-sababi eng muhimi, videoni oxirida aytib o'taman. Sabablardan biri oyoq kiyimda sifatsizligi, ya'ni sifat pastligi. Birinchi sababi oyoq kiyim materiali plashovkaligi va materialning sifatsizligi bo'ladi. Birinchi sabab. Ikkinchi sabab, ertalabdan kechgacha bitta oyoq kiyimda to'xtovsiz yursa, oyoq kiyim sasiydi. Uchinchi sabab, eng katta, eng achinarli sabablardan biri toza, naturalniy koja oyoq kiyim kiymaslik. Bitta oyoq kiyimni ertalabdan kechgacha yechmasdan kiysangiz, bu oyoq kiyim sasiydi, lekin aynan biz oyoq kiyimlarimiz sasimaydi. Sababi bizda kачественный, zo'r, sifatiga javob oyoq kiyimlarimiz bor. Naturalniy koja, usti ham, osti ham, tepasi ham, pasti ham. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Aytib o'taman, eslatib o'taman, O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz bepul.